singlim uydan qochib ketdi. Shuning uchun ham mashina urib ketgan. Bo'ldimi? Qutuldimmi sizdan? Siz hali singlimni uyga qamab qo'ygandim deng. Hali shunaqa zo'ravonligingiz ham bormi? U bittasi bilan qochib ketmoqchi bo'ldi. Men esa boshqa munosibroq odamga uzatmoqchi edim. Iye, bunisi zo'ravonlikdan ham oshib tushdi-yu. Hali siz singlingizni xohishiga qarshi ish qilmoqchimidingiz? Agar qochib ketmaganda o'sha o'zi xohlamagan odamga uzatib yuborarmidingiz? Bilmadim. Menimcha shunaqa qilardim. Unga tekkandan ko'ra shunisi yaxshiroq edi. Ha, sizga gap tushuntirish qiyin ekan. Juda ham qaysarsiz. Menmi yo sizmi? Qaysarlikda ikkovimiz ham bir-birimizdan qolishmaymiz shekilli. Lekin men har holda birovga zo'ravonlik qilib, uni xohishiga qarshi ish qilmaganman. Siz bo'lsa o'z singlingizni xohishiga qarshi bo'lib, uni hayotiga xo'jayinchilik qilmoqchimisiz? Endi siz ham shunaqa deyapsizmi? Nima boshqalar ham aytishdimi buni? Endi sizga yetishmay turganda. Bilasizmi sizni muammoingiz nimada? Xo'sh, nimada ekan? Doim o'zingizni men haqman deb o'ylashingizda. Unda men nohaqman deb kim nima desa ko'nib ketaverishim kerakmi? Men unaqa deganim yo'q. Endi gapingizdan tonmang. Ana, yana qaysarlik qilib tortishyapsiz. Men tortishganim yo'q. Men tushuntiryapman.